Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, bizda murojaat bor. Assalomu alaykum. Qani, o'zingiz tanishtiring siz. Assalomu alaykum. Men Surxondaryo viloyati Denov tumanidan Oqton mahallasida istiqomat qilaman. Meliboyev Sherbek Sirojdinovich yakka tartibdagi tadbirkor Qani nimaga? faoliyati bilan Mana shug'ullanib kelaman. Mana bugungi kunda biz o'zim Samarqand davlat veterinariya meditsina universitetining Toshkent filialini 2024-yil tamomlaganman. xo'sh, Bugungi kunda davlat ishxonalarida ish o'rni yo'qligi sababli o'zimiz band qilish munosabati bilan 19 taga yaqin nogironligi bor fuqarolarni bandligini oldini olish maqsadida ularga o'z xonadonlarida bedana olib kelib tashkillashtirib berib, tuxum yo'nalishida oilaviy daromadlarini oshirib, mana 1000 dona, 1200 donadan olib kelib tashkillashtirib berib, bularga manaki ishsizlikni oldini olib, mamlakatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Miromonovich yurtboshimiz aytayotganlaridek kambag'allikdan farovonlik sari harakat qilib, biz nogironligi bor fuqarolar ham o'zimiz kurashib, mana shunday ish o'rinlari yaratib, vohadoshlarimiz bilan hamkorlikda ishlab kelmoqdamiz. yaxshi, hozir bu nima bu? Shogirdingizmi? Ha, shogirdim bo'ladi. Nima qilish kerak hozir? Hozir bularni ota-onasini nogironligi borda, shu sharoitini bilib, ko'rib, ana o'qiganim uchun men Denov tumanidan qafaslarni, keyin 1000 donaga yaqin bedanalarni olib kelib joylashtirib bergandim. Bular hozir 5 milliondan onasini nomiga, o'zini uka o'zlari nomiga